Qadimda bir podshoh o'tgan ekan. Adolat bilan boshqarar ekan. Uning kanizaklari bo'lib, har biriga bir xilda sovg'a ulashar ekan. Lekin ularning ichidan bittasini qattiq sevar ekan. Ammo bu sevgisini hech kimga aytmabdi. Qaysidir bittasini sevishini hamma bilar ekan-u, lekin qaysi biri ekanligini anglab yetisholmabdi. Oradan 6 yil o'tibdi. Kunlarning birida shoh sharob ichib mast bo'lib qolibdi va eng qimmatbaho uzukni xizmatkorlarga uzatib, buni falon kanizagimga olib borib beringlar debdi. Shundagina podshohning asl muhabbatini bilib olishgan ekan. Muhabbat ana shunday kuchli bo'ladi. Hatto shoh ham chin muhabbatni izhor qilishga uyaladi. Lekin bugungi kunda sevgi, ishq, muhabbat anchagina arzonlashib ketganga o'xshaydi. Bemalol ko'cha-ko'yda hammaning oldida sevgi izhor qilish, qimmatbaho sovg'a berish, uni ijtimoiy tarmoqlarga joylash oddiy holatga aylanib qoldi. Hammaning ichida sevgi izhor qilib, tiz cho'kish, sovg'a berish bu yigit kishiga yarashmaydi. Agar sevsangiz, yuragingizda o'rin olgan bo'lsa, mayli izhor qiling, hech kim qarshi emas. Lekin uni ommaga olib chiqmang. Tanadagi har qanday dardni birinchi bo'lib yurak sezadi. Yurak dardi esa pinhon kezadi. Hammaga oshkor qilish bu yurakning ishi emas.